Aldım bu şahsımızdan bir şahsımızca ailevi ipoteka krediti tasdik ediyoruz. Ailevi ipoteka krediti O'zbekiston ipoteka qayta moliyalash kompaniyasi tomonidan mablag'ni hisoblantiriladi. Mijoz kredit olishimizda asli muntazam daromad manbaiga ega bo'lgan jismoniy shaxslarga maqsadi qarz olishi jasov ko'zda tutilgan foydalanib va topshirilgan birlamchi turar joy hisoblanib yana joyda remont tushuntiriladi. Toshkent shahrida 800 million ashakam, Qoraqalpog'iston va boshqa viloyatlarda 500 million so'm ajratiladi. Turar joyda remont tushuntirish 70 million bo'ladi. Muddat 80 oy. İmtiyazda olma işlemez 25%'dan beri. Proje sahip oluşun basın destek kutularında 25% hem şahit remont istiyorsun bu an talep edilmiş.